Navro'zni yorqin taassurotlar, diltortar qo'shiqlar og'ushida kutib olamiz. 19-mart kuni surxondaryoliklarning asosiy bayram tantanalari Termiz tumanidagi Yangi O'zbekiston massivi amfiteatrida bo'lib o'tadi. Konsertda san'atimiz yulduzlari, O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Mahmud Namozov, O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova, O'zbekiston va Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Hosila Rahimova, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ziyoda, estrada xonandalari Hamdam Sobirov va Shohruxxon ishtirok etadilar. Asosiy sahnaga kirish taklifnoma asosida, ammo amfiteatr maydonida o'rnatilgan katta ekranlar orqali konsertni barchamiz to'g'ridan-to'g'ri tomosha qilishimiz mumkin. Amfiteatrga kirish bepul. Shuningdek, konsert dasturi to'liqligicha Surxondaryo telekanalida jonli efirga uzatiladi. Aytgancha, Yangi O'zbekiston massivi amfiteatr maydonida bayram sayillari allaqachon boshlangan va 10 kun davomida siz turli ko'ngilochar dasturlar, sport musobaqalari, milliy o'yinlar, havaskorlik va folklor etnografik jamoalarning chiqishlaridan bahramand bo'lishingiz mumkin. Marhamat, Navro'z olamni birgalikda ko'tarinki kayfiyatda nishonlaymiz.